3 yil oldin Enel kompaniyasidan ketayotganimda hali afsus qilasan deyishgandi. 3 yil ham o'tdi va men hech qachon afsus qilmadim. Qaytanga qilgan qarorimdan faxrlanaman. Men Oyda Hamidova, O'zbekistondagi birinchi top lider, Eva kompaniyasining gold lavozimini birinchi yopgan ayol va O'zbekistonda menejerlar tarafdan birinchi ofisni ochgan shaxsan men Oyda Hamidova bo'laman. O'zimning shaxsiy ofisimda sizlarga hozir maqsadlari erishganligidan faxrlangan holatda sizlarga videorolik olaman. Chunki siz hozir o'zingiz ishlayotgan kompaniyada sizga yetarlicha daromad beryapsiz va u kompaniyada siz o'zingiz xohlagan moliyaviy erkinlikni olmayapsiz. Mana bu holat menda ham bo'lgan qizlar. Shuning uchun hoziroq o'ylanib o'tirmasdan siz Eva Produ kompaniyasiga registratsiyadan o'ting. Komandangiz bilan birgalikda sertifikatlar uchun bosib yuboradigan joyi qizlar. Nega? Chunki kompaniya marketing klassik yo'nalishida o'sish strategiyasi juda ham oson. Hozir siz ishni boshlasangiz, avto bonusga birinchi oy o'zidayoq chiqishingiz mumkin bo'ladi. Menda shunaqangi strategiya bor. Birinchi oy o'zidayoq siz avto bonus, ya'ni Audi, Mercedes, BMW, Jetta o'zingiz xohlagan inomarka mashinalarni birinchi oy o'zidayoq olishingiz mumkin bo'ladi. Yillab o'tirgan joyingizda vaqtingizni ketkazmang. Undan ko'ra yangi kompaniyada gazini bosib yuborish kerak. Qani ketdi qizlar.